yarim soat ichida barchasini hal qilib, mototsikl yoki skuterni berib yuboramiz. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Bizning YouTube kanalimiz kuzatuvchilari, bizda yangilik. Samarqand shahridagi navbatdagi filialimizni ochdik. Art jaluzi ham Yassam Motorsga tegishli jaluzilarimiz ham bor bizda. Xo'p, manzilni birinchi navbatda tushuntirib o'taman. Manzilimiz Motorot Kurukdan Gilyonga kelishda o'ng qo'lda, Gilyondan Motorot Kurukka ketishda esa chap qo'lda joylashgan do'stlar. Xo'p, endi navbat Yassam Motorsning ichki atmosferasini sizlarga ko'rsatib o'taman. Do'kondan nimalar bor ekan. Bismillah. Kirishingiz bilan sizni mana shunday chiroyli atmosfera kutib oladi. Xo'p, kirishingiz bilan o'ng qo'lda Skarasnoy tez yurar. O'ziga nima deydi? Hobbi qiziqishi bor akalarimiz juda ham yoqtiradi bu mototsikllarimizni. SF Moto buni bilgan biladi. 250 kubalik bo'ladi akalar. Mana 250 SR Fan deb yozib qo'ygan. 250 kubalik bo'ladi. Tezligi 200-250 gacha chiqadi akalar. Lifan A19 yana Lifan bularni barchasi tez yurar mototsikllarimiz hisoblanadi. Bu yoqda esa mana shu Skarasnoyda umuman qizil varianti, dizaynlar juda ham ishlangan varianti bor. Xo'p, bular esa benzinli skuterlarimiz. Samarqand shahrida dastavka xizmatida bemalol ishlatsangiz bo'ladi. Mana bunaqa tankli variantlarimiz ham bor. Undan tashqari mana bunaqa dizaynda ko'rishingiz mumkin, juda ham boshqacha ishlangan. Barchasi dastavka xizmati uchun bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Undan keyin dalada ishlarda juda ham qo'l keladigan mana shunaqa har xil mototsikllarimiz bor. Benzinli bo'ladi akalar bular ham. Amortizatorlari juda ham mustahkam ishlangan. Aynan mana shu dalalarda haydash uchun juda ham udobniy variantdagi mototsiklimiz hisoblanadi akalar. Bu tomonda esa Armada Motors kompaniyasiga tegishli skuterlarimiz akalar, barchasi elektronli bo'ladi akalar. Bundan assortiment juda ham katta. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'tmoqchiman. Biz birinchi qo'lmiz. O'rtada hech qanaqa vositachi yoki pul qo'yib sotadigan shunaqa odam yo'q. Biz birinchi qo'l. Aynan bizdan barcha mototsikl, skuterlarni arzon narxlarda xarid qilishingiz mumkin. Assortiment bizda juda ham katta, juda ham bomba assortiment mavjud. Xo'p, endi kichkina elektronli skuterlarimizga o'tamiz. Tezlik 60 gacha chiqadi. Barchasi Armada Motorsga tegishli, ko'rishingiz mumkin. Istalgan turingizda xohlasangiz naqd pulga, xohlasangiz bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Mana shu do'kondagi barcha skuterlar, barcha mopedlar, barcha elektron benzinli skuterlarni. Xo'p, shu joyda mana shu videomiz ko'pchilik ko'rishi uchun like tugmasini bosib, sahifamizga obuna bo'lib qo'ying. Bundanda zo'r videolarimiz hali oldinda. Mana bu ichkarilarda ham bizda skuterlarimiz, tritsikllarimiz bor. Bemalol xohlasangiz naqd pulga, xohlasangiz kreditga, ya'ni bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Do'konimiz manzili boya aytib o'tganimdek, Motorotdan Gilyonga ketishda o'ng qo'lda joylashgan akalar. Bemalol kelib, ko'rib, istaganingizni tanlasangiz, yarim soat ichida kreditga xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ya'ni bo'lib to'lashga yarim soat ichida barchasini hal qilib, mototsikl yoki skuterni berib yuboramiz. Pastdagi telefon raqamlariga qo'ng'iroq qiling va xarid qiling. Barchani Yassam Motors do'konida kutib qolamiz.